Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga juma, 21 noyabr 2025-yil. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, shunda biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Demak, biz boshladik. 7 bosh zo'ridan keldi xunojin, boqaman deydi odamlar bo'lsa. Mashlar tavsiya qilamiz. Oyoq qo'llari baquvvat, arqa oldi kelishgan. O'zimizning vodiyda mollari Toshkent yoki Voham. Videolarimiz yoqsa, bittadan like bosib kanalimizga qardoshga turasizlar. Ayniqsa xunojin boqaman deydigan do'st birodarlarga qadrlaysiz turasizlar. Bo'ylari birdan baland, hammasini 7 ishtilari, sog'liqlari sinovdan o'tdi. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor, boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Mollarimizni oldi tomondan ko'rinishlarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari hammasi birdan baland. Bitta chekka darasi bor, 1 metr yoki 95 dan, yo'q, pashti 1. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Boqaman degan odam bemalol boqiladi. Bular sinamaga berilaveradi. Narx-navolarni ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha bomba qilib chiqarib beramiz. Dastlabki xizmatlari bilan albatta. Narxini bitta aytamiz. Alohida olaman deydigan odamlar bo'lsa, narx o'zgarishi mumkin. Chunki mana birinchida turgan yoki ikkinchida turgan mollarimiz. Bular hammasi olinishiga qarab narx qo'yiladi. Kelishamiz xudo xolasa. Bir boshda mana ko'rib olishlari mumkin. Hammasi zo'r. Uni ajratib qo'yamiz, monosini deydigani yo'q bular ichida. Mana kichikroq bo'lgan bular, lekin o'ta zo'r ekan. Polvonligi ham, e'tiboshi ham yaxshi. Kecha safar qilingan videolarimizdan xudoga shukr, mollarimiz qolmadi, sotilib ketdi hammasi. 5 ta obunachilarga ketdi, qolgani bozorda sotildi. Hop, bularni mana bitta ko'rib chiqdilaring. Narxlari xudo xolasa 9.300.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz bir joyga olgan odam. Alohida olamiz degan odam bo'lsa, narx o'zgaradi, kelishamiz. Alohida video qilib bering yoki mana buni yeb ichishini ko'rsatib bering deydigan odam bo'lsa ham bemalol ko'rsatib berilaveradi. Ekranlaringizdan nomerlar doim aloqada, Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Bemalol aloqa qilaverasizlar. O'zimizning vodiyda mollari Toshkent yoki Voham emas, eslatib o'tamiz yana. Uzunliklari ham, oyoq qo'llari ham zo'r olan. Birdan baland 6 tasi, bittasi o'sha birda atrofida. Va hammasi xudo xolasa zo'r. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Mollarimizni sog'liqlari hamma yo'g'i joyida. Boqaman deydigan odam aloqa chiqishi mumkin. 9.300.000 so'mdan bir joyga bo'lsa, dastlabki xizmatlari bilan qilib beradi. Ashmolim o'ta boshqacha narsa ekan. Uzunligi ham, eti ham, monosi ham shoh hali chiqmagan bunlarda. Monosi ham oldi kelishganlar. Polvonligi ham yaxshi ekan, ashmolda ham. Mana bular ham endi bular o'zi boshqacha. Qiziqqanlar ekran ostida nomerga aloqa chiqaverasizlar. Hop, shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik sizga bizlarga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Videolarimiz oxirida yana bir bor eslatib o'tamiz. Videolarimizni yoqsa bittadan like bosib, kommentariyasiga o'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar degan umiddamiz. Chorvalaringga, xonadonlaringga, qilayotgan ishlaringga Allohning fayzi barakatini tilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.